alaykum. Va alaykum assalom. Shunaqa talashishlar bilan, urush janjallar bilan, yaxshi ma'nodagi kayfiyatli damlar bilan biz bugungi dasturimizni boshlash arafasidamiz. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, hurmatli tele tomoshabinlarimiz, omon-omonning doimiy muxlislari. Bizda ana shunaqa hamisha bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan, bir-birini ko'ra olmaydigan, bir-birini Ajoyibchalik emas. Bo'ldi endi voy. Bitta choy qo'yib berishga ulgurmaganimga shunchami? Ulgurmadingizmi? Siz 3 kun, mana bugun hayitning 3-kuni shuncha xizmat qildinglar, mehmonlarni kutdinglar, ertalabdan kechgacha tinimsiz xizmatdasizlar, harakatdasizlar. Shuning uchun ozgina Rustam aka ildam harakat qildilar. Boshqa narsa. ishingizni olay dedim. Sizga yengil bo'lsin dedim. Ish olgandan ko'ra ishingiz olgan yaxshi, to'g'risi. Darrov ko'ra olmaydiganlar. Voy unaqa. hazilda. Hazillashyapti. Albatta, tongimiz mana shunaqa xursandchiliklar bilan, do'stlarning hazil-huzurlari bilan boshlandi. Omon-omon dasturi sizga xush kayfiyat tilaydi. Har doimgidek yaxshi niyatimiz, hamisha sog' bo'ling, bor bo'ling, hayotingizning har lahzasi mana shunaqa bayram tongidek bo'lsin. Bugun ham bayramona kayfiyatni davom ettiramiz. Albatta, aslida mana bu so'rash bayram. Assalomu alaykum. Tomoshabinlar, bormisizlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hayitlar yaxshi o'tyaptimi? Hammasi zo'rmi? Umid opa, bitta savol so'ramoqchiman. Siz yaqinroqsiz, ukrupmi, kashnichmi, nima men bu? Salat bargi. Salat bargimi? Zirak nimadan tayyorlangan? Salat bargidan tayyorlangan sog'lom zirak. Nonushtaga nimadir yetmay qolsa darrov yechib shunday xum bilan qo'yib yuborsak bo'lar ekan. Yo'q, hayit dasturxoni hali ham to'kin. Foydalandingiz-a undan? Ha, albatta, xonadonlarimizda mehmon kutish jarayonlari hali ham davom etyapti. Eng muhimi, xalqimiz mana shunaqa erkinlikdan, mana shunaqa berilayotgan imkoniyatlardan mazza qilib dam olyapti. Bugun ham xuddi shunaqa kayfiyatli, dam oladigan, mazza qilib yosh ijodkorlarning suhbatlariga, go'zal qo'shiqlariga to'yadigan davra bo'ladi. Albatta, xalqimizga 5 kun hayit ayyomi munosabati bilan dam kunlari e'lon qilingan va umid qilamizki, yaqinlarni didoriga to'yadigan ayyomda mazza qilib qadrdonlar bilan birgalikda vaqt o'tkazyapsiz va bugunning tongini biz bilan boshlaganingizdan juda ham xursandmiz va biz ham dasturimizni tarona bilan boshlamoqchimiz. Albatta, ismi ham gul, o'zi ham gul va albatta bugun guldek qo'shiqlarni bizga taqdim etuvchi xonandamiz kelganlar, yosh, serqirra, eng muhimi go'zal ovozga ega bo'lgan, jussalari mittagina bo'lsa-da ovozlari juda ham o'sha yuqori pardalarga chiqa oladigan xonanda Safirani omon-omon sahnasida qarshi olamiz. Marhamat. Safira kuylaydi. Hech kim kelar koinotlarga, bosh olib ketib uzoqlarga, sen bilan birga, sen bilan birga. Yechim topib muammolarga, xotirjam erishay baxtlarga, sen bilan birga, sen bilan birga. Qanday talablaring bo'lsa ham bilgin tayyorman. Itoyat senga vafoli yorman. Sen xotirjam bo'lsang shunchalar men baxtiyorman. Sening asal so'zingga doimo intizorman. Hech kimni yurak bunchalar yaqin bilmagan. Hech kimga yurak bunday bog'lamagan. Hech kim kelar koinotlarga, bosh olib ketib uzoqlarga, sen bilan birga, sen bilan birga. Yechim topib muammolarga, xotirjam erishay baxtlarga, sen bilan birga, sen bilan birga. Birga bo'lsa hech qanday xatardan qo'rqmayman. Hayoting sinovlariga boshimni egmayman. Sen mamnun bo'lishing uchun umrimni atayman. Senda ishq yo'lida baxtlarga man yetayman. Hech kimni yurak bunchalar yaqin bilmagan.
kimga yurak bunday bog'lamagan. Hech kim kelar koinotlarga, bosh olib ketib uzoqlarga. Sen bilan birga, sen bilan birga, yechim topib muammolarga, xotirjam erishay baxtlarga. Sen bilan birga, sen bilan birga. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Qalaysiz? Sog' salomatmisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi Juda chiroyli keldingizmi? qo'shiq. Men to'g'rimda qo'shiq kuylanish haqida umuman xabardor emas edim. Siz haqingizda? Ham sen bilan birga ketdik, yur. Ayolim tomonidan ijro qilinganda eshitmoqchiman. Voy, shunaqa. Qarang, Safira yaxshimi? O'tiring. He, mana shu choydan ozgina icha olmasam bo'lmaydi. Charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Albatta. Qanaqasiz? Hozir bu choy ichasiz, gapirasiz. Choy beraman Gapirtiradigan hozir choy. ularga. O'zingiz ehtiyot qiling. Sirlarni fosh qilib yuboramiz. Yaqindan tanishib olamiz. Yaxshi keldingizmi? Ha, hammasi yaxshi. Salomat bo'ling. Ayyomlar bilan. Hayit ayyomi bilan. Xayr bo'lsin. Bayram bilan, hayit bilan, aziz teletomoshabinlar ham bayram bilan tabriklayman. Rahmat. O'zi hayitni nimadir tayyorlashga, uydagilarga qarashga vaqt bo'ldimi yoki bayram tadbirlarida ovora bo'lib, band bo'lib qoldingizmi? Shu kunlarda men albatta tadbirdaman. Shuning uchun har doim yaxshi kayfiyatda yuribman. Shunaqa. Lekin oshxonaga kirib turasiz, to'g'rimi? Albatta. Yo Safira ovqat tayyorlashni yaxshi bilmaydi. Yo'q, bilaman. Biladi. Qaysi oshni nimani poplab tayyorlaysiz? Osh yaxshi tayyorlash. Ha, Yaxshi tayyorlaysiz. ham Chuchvarani ham. shunaqa. Bu oshni masallig'ini saningchi, men ishonmayapman. Sizchi? Yo, siz saning oshni masal. Yaxshimisiz? Yo'q, men yaxshiman, zo'rman. Oshni masallig'ini saning, nimalar bo'ladi oshda? Anaqa albatta go'sht bo'lish kerak. Anaqa markovka. Aha, sabzi. Sabzi. Ham anaqa guruch. Guruch bo'lishi kerak. Albatta, men slivichni maslada lekin qilaman. Mazasi juda ham Saryon hidi keldi. Saryon solasizmi? Buni eshitmadim. Noxat solasiz? Ana. Mayiz solasiz? Safirani Mehr. oshiymiz. albatta keyingi safar obязательно olib kelib beraman. Va bu bayramda qo'y so'yiladi. Qo'y go'shtidan kimdirlar taomi yoladi, kimdirlar yo'q. Umuman siz go'sht tanlaysizmi yoki yo'q? Men go'sht tanlayman, ham anaqa mol go'sht yeyman, ham Qo'y go'shti ham yolasiz. Tanlamas ekanlar. Yaxshi. Bu bayram sizniki. go'sht yaxshi bo'lsa bu hasib. yetadi. Hasbiy deganlar bormi oramizda? Hammamiz yaxshi Menga ko'ramiz. Kimdirlar hidi chiqadi, qanaqadir noqulay bo'ladi. Endi tayyorlashga bog'liq deb o'ylayman. Yo'q, menga hammasi yaxshi. Ko'rmayapsiz qorindan. Hasibchi yolasiz Safir? Hasib ko'pchilik yemayman, rostini aytsam, lekin yaxshi ko'raman. Anaqa yaxshi pishirish bo'lsa, albatta yeyman. Ta'mi yaxshi bo'lsa albatta yeysiz. Albatta, da. Shunaqa. Qaysi ovqatni mazza qilib paqqos tushirib yeysiz? Taom zo'r bo'lsa, anaqa hamma ovqat Hamma yaxshi ovqat. ko'raman. Yaxshi ko'rasiz. Ozgina tanishib olmaymizmi Safira bilan yoki men taniyman? Menga yo'q edingizda. Ha, yo'q. Ada, biz tanishganmiz-da. Kim o'tiraman? Va yana qo'shiqda shunday so'zlari bor edi. Hozir koinotlarga uchaman, samolarga uchaman. Hammani bolalikda, hozir ham bir olamshumul orzularimiz bo'ladi. Masalan, men kosmosga uchishni chindan ham orzu qilganman. Yulduzlarning yonida bo'lsam, oyda sayr qilsam. Safirani qanaqa shunaqa bir olamshumul, endi biroz kulgili bo'lishi mumkin. Shunaqa orzulari bormi? Biz bu qo'shiq anaqa jamoamiz bilan qildik. Bu meni ideya bo'lgan, chunki anaqa ko'pchilik sevgi odamlar shunaqa koinot, shunaqa Samolarda uchib yuradi. Shunaqa. Bilmayman, sizga qo'shiq yoqdimi? Juda ham yo'q. Mani yangi qo'shiq Hech biz shu joyda ko'rgan bo'lsak. Barabarni men Albatta chaldim. ko'rganman. Bildingizmi barabarni? Ha. Barabar. Barabanni Gitar, rostdan chaladi. gitar solo вообще zo'r anaqa chalinadigan o'rtog'im bo'lgan. Shuning uchun xohlasangiz So'zlari bor. Sizni qanaqa bir ajoyib orzularingiz bor masalan? Nechta? ko'p orzularim bor. Qanaqa?
Nu hamma aytmayman hozir. Misol uchun mana kosmosga chiqish xohlagan ekanlar. chiqishi chindan shu yulduzlarni ko'rishni xohlaganman. Go'yoki yulduzlar juda kichkina-da, terib olish shunaqa orzuyim bo'lgan masalan. Shunaqa kulgili bo'lsa ham bolalikdagi orzularingiz bormi? Orzularim bu xonanda bo'lish. Shuning uchun hozir men bu tarafda ko'p ijodim qilyapman. Men ham aktrisa. Albatta bilan. Hayotiy opera orzular ashula qilgan aytaman. ekansiz. Hayotiy orzular qilgan ekansiz siz. Men ham opera ashlayman. Xohlasangiz men sizga bir parcha aytib beraman. Albatta usiz bo'lmaydi. Usiz bo'lmaydi. Safiradan jonli ijro, marhamat, opera. Quando meno solita per l'aria, la gente sostenera e la bellezza mia tutta ricerca in me da capo e piedi. Farin hozir Italyancha. uyqusirab turganlarni ham uyqusi o'chib ketdi. Bosqan kutmagansiz. Kutmagandim. Umid qilamanki, chiroyli so'zlar edi bu. Deyam. Shunaqa mittigina jussadan. Ovoz juda parda qarang. yuqori, pardalar qimillab ketdi, hamda gullar, romantika. Safira xalqaro maydonlarda ham ko'rik tanlovlarda ishtirok etadi. Bular haqida ham gapirib bering. Man konkursda qatnashmadim, man artist sifatida chiqdim, mana shaharda. Shuning uchun bu ashula aytdim. Bu italyancha, bu Quando Menvo operadan, bu Bogemna opera, shunaqa. Ko'p harakat qilaman, hamma anaqa tarafda, ham aktrisa tarafda, ham xonanda tarafda, ha, shunaqa. Bunaqa. Bugun Bunaqa. Safira, mana xonanda agar musiqiy ilmga ega bo'lsa, u deylik boshqa yo'nalishda ijod qilsa, u opera qo'shiqlarini kuylay oladimi yoki u tug'ma qobiliyatga ega bo'lishi kerak deb o'ylaysizmi? bilmayman. Nima kuchli bo'lishi kerak? Balki texnikadir. Balki Opera ijrosi uchun. opera ijrosida anaqa texnika ham tembr ham ovoz ham albatta talant boshidan bo'lishi kerak. Hammasi uyg'un Zadatki bo'lishi bo'lishi kerak, shunaqa degani bor. Masalan, mana estrada yo'lida kuylaganingizda butunlay boshqa ovozni sizdan eshityapmiz va opera yo'nalishida kuylaganingizda boshqa ovozni eshityapmiz. Qaysi texnikani ishga solasiz mana shu o'tish davrida? Estrada yo'nalishda bu ko'proq anaqa как mehrdan shunaqa ovozim chiqyapti. Operada bu baribir boshqacha texnika, to'g'ri aytdingiz. Lekin men anaqa Moysa Rozakova boru. Men undan anaqa dars olyapman. Dars olgansiz. Uspenskiy nimaligini tamomlaganman maktabni. Shuning uchun menga ham opera ham estrada qo'shiq yoqadi. Ijro etaman. Soch o'zingiznikimi? Meniki. Bizlarniki. Ulanmagan. Nima qil, tortib ko'ringmi? Yo'q. Lekin sochingiz rangini tez-tez o'zgartirib turasiz, Safira. Ha, shunaqa. Chunki har doim anaqa imij bo'yicha ishlayman. O'zgarishdan qo'rqmaysiz? Yo'q. Yaxshi, yarashadi bu. Safira yaqin 5 yilda qaysi xonandani o'rnida bo'lishini biz kutishimiz kerak? Hozirgi darajasida. Eng kami mana shu kabi bo'laman deb o'zingiz oldingizga maqsad qo'ygan bo'lishingiz kerak. Hozir Qaysi xonandaning darajasida? Estrada xonanda ham opera xonanda. shunday qaysi xonim, misol uchun Daraja. Shahzoda Munisa Mayli, Rizayeva, ikkita ayting, Ziyoda ikkita. Dilnoza Hakimova, hokazo. Safina Safira darajasida. darajasida. Safira. Safira o'zini darajasida bo'ladi demoqchisiz. Mana shuni plankasini olaman degan holat yo'q, a? Yo'q. Yo o'zi baribir kimgadir havas qilib, shuni darajasiga yetaman deb chin dildan kuzatib boradigan ijodkorlaringiz bormi? Bor, lekin bu anaqa chet elni. Ana aytavering, nima farqi bor? Chet el bo'ladi, o'zbek Masalan, bo'ladi. opera tarafdan menga juda ham yoqadi Anna Netrebko, bilasizmi? Yoki masalan Maria Callas. Estrada. Estrada yo'nalishida anaqa Nyusha. yo'q, he. Sizga yo'q qo'yamiz. J-Lo kabi bo'laman, deysiz, to'g'ri? Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Zo'r. Konsertiga tushdingizmi yaqinda kelganida? Yo'q, tushmadim. Tadbirda Armon bo'lib bo'lganman. qoldim. A? Tadbirda bo'lganlar. Tadbirda bo'lgan. Mayli, J-Lo o'z yo'liga. Biz esa Safirani sahnamizga taklif etmoqchimiz. Rahmat. Omon-omon sahnasida yana bir chiroyli taronani ijro etib beradilar. Marhamat. Marhamat.
ko'nglimni top-top. Qadam yurib jonimga tegma, ustida chiqmasin gar va'dalari berma. Ko'chalarda yursam yonimda turma, ko'nglim senda yo'q. Meni kechiradi deb o'ylama, ertayu kechalarimni poylama. Yana kelaverma, ko'nglim senda yo'q. Top 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 hop, mayli ko'nglimda top hop. Hop 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 top, qani ko'nglimni top 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 hop, mayli ko'nglimda top hop. Hop 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 top, qani ko'nglimni top top. Canım kamina, men lablari asal malina, go'zalina, asalina, shakarina na. Mana yuragimda to'xtabida borsan, erkalab menga aytgan buncha beg'uborsan. Chiroyimga tengi yo'q, mendagi sehrda yo'q. Ey so'zlari shirin, buncha mehribonsan. Top 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 hop, mayli ko'nglimda top hop. Hop 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 top, qani ko'nglimni top 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 hop, mayli ko'nglimda top hop. Hop 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 top, qani ko'nglimni top top. Rahmat! Chiroyli tarona, zo'r tarona. Shunaqa go'zal ijro uchun sizga rahmat aytamiz. Safira, ayyom yana bir bora muborak bo'lsin. Tez yangiliklar bilan omon-omonga kelib turasiz. Kutamiz yana. Biz tez orada yana navbatdagi taqdimlar bilan huzuringizga qaytamiz. Bizda qisqa fursatli tanaffus, reklama. Mehringiz uchun, muhabbatingiz uchun, yozayotgan shirin so'zlaringiz uchun katta rahmat aytamiz. Yaxshiyam borsiz. Mana shu so'zlarni qisqacha o'qib eshitiraman, chunki bu yerda yaqinlar uchun salom, tabriklar, mehrli so'zlar mujassam. Har doimgidek Mohira xonim eslaganlar, Buxorodan sizni doimiy muxlisangiz bo'laman. O'zingizni ehtiyot qiling. Ijodkorlar bayram kunlari ham tinib tinchimaysizlar debdilar. Biz siz bilan dam olamiz. Shunaqa shirin so'zlaringizdan dam olamiz. Sog'-omon bo'linglar. Erta tongdan bizga yaxshi kayfiyat ulashuvchi omon-omonchilar deya yana bir muxlisimiz Nargizaxon ismi nomalarni qoldirganlar. Marg'ubaxon omon-omon zo'r ko'rsatuvda juda ham yaxshi ko'raman deganlar. Dilbarxon Qoraqalpog'istondan yaqinlarimni tabriklayman. Ayyom muborak bo'lsin butun O'zbekiston xalqiga deya nomalar qoldirganlar. Mastura xonim Tursunboyevna yozganlar. Ijodingizga ko'z tegmasin, gap yo'q omon-omonchilar deya nomalar qoldirilgan. Komil opa doimiy muxlislarimizdan birlari omon-omon ijodkorlarni juda ham yaxshi ko'raman deganlar. Salomlarni Xorazmdan yuborganlar. Xorazmga ham salom. Qoradan Kogondan Choriy va Oygul hammaga salom yo'llayaptilar. Dilshod aka Toshkent viloyati Olmaliqdan sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Omon bo'ling deb yozib qoldiribdilar. Siz ham omon bo'ling. Boshingiz omon bo'lsin. To'lqinjon doimiy muxlisingizmiz. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Juda ham samimiy dastur. Omon-omonga ko'z tegmasin. Sizlarni ham tabriklaymiz bayram bilan debdilar. Angrendan Hamid muxlisingiz bo'laman. Juda ham yaxshi ko'raman. Ijodkorlarga omad tilayman. Doimo sog' salomat bo'linglar. Butun O'zbekiston xalqiga ayyom muborak bo'lsin. Xalqimizni har kuni shunaqa bayram bo'lsin deya nomalarni qoldiribdilar. Rahmat. Tashakkur. Bayram kunlarini yanada kayfiyatli tarzda davom ettiramiz. Ko'proq ijodkorlarga imkon beramiz. Sahnamizdan ularga joy beramiz. Ko'nglimizdan choy beramiz. Ko'nglimizdan joy beramiz. Suhbatlarni ham olamiz. Kimni taklif qilamiz? Hozir esa estrada xonandasi Bonu biz uchun yangiliklar bilan kelganlar. Qarshi olishga tayyormiz. Marhamat. Go'zal latofatli Bonu eshitaman. Azoblardan charchadim, yolg'onlardan charchadim. Qalbingdagi bu sevgi rostmi
yonmang, yonimizda qoling, keling. Assalomu alaykum. Oldin-ku dedilar, qoladilar. Assalomu alaykum, bola. keldingizmi? Kepsiz, yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Istemasin. Ayyomlar bilan, bayramlar bilan o'tiravering ham bola. ketibsiz. O'tgan galgi kelgan Bonudan asar ham qolmabdi. yo'q. Chiroyli bo'pman. Yasharib, vazn tashlab, mutlaqo sahnaga chiqqaningizda yosh qizchadek turdingiz. Menga kelishingizga boshingizga bantik taqib qo'ymasak bo'ldi. Lekin faqat mana bunaqa ashulalar aytmang. Bo'ldi, oxirgisi bu. Oxirgisi bo'lsin. Oxirgisimi? Siz shaddod yonib turadigan, odamni xursand qiladigan insonsizda baribir. Bunaqa na o'ynash biladi, na yig'lash biladi, odam siqilib qoldi. Qani choydan Bayram oling, kuni. bola. Marhamat, Bonu. Kepsiz. Ayyom muborak bo'lsin. Rahmat. Hayitlarni yaxshi kutib oldingizmi? Rahmat. Sababini ham bilib olaylik endi, gap ochildi. Parhez qildingizmi? Diyeta, parhezda. Avvalambor assalomu alaykum azizlar. Qalbi daryo, go'zal, mehribon insonlar, sizlar bilan mana shunaqa go'zal kunda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman va barchaga hayit ayyomi muborak bo'lsin. Sizga ham. Katta rahmat. Yurtimiz doim tinch va go'zal bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Katta rahmat. Endi ozishning boisi nimaga o'zi avvalo bunaqa Choy ichayman, iching. choy ichsam anaqa. gap ochildi. Kecha men savolimni cho'zib turaman. O'zi bu gapirtiradigan choy. Choy ichsam gapiraman-da deb oldindan bilib aytib qo'yapti. Yo, har safar siz chaqirsangiz, choy berib gapirtirasiz meni. Ko'rdingizmi mana O'zim hozir? bilmagan holatda ko'p narsani aytasiz. O'sha choy hali ham. O'sha choy. Har kim kimga o'sha. Quruqidan qopda bosib O'zgarmagan. qo'yganmiz. Albatta. Bonu nima uchun ozishga qaror qildi? O'zi unaqa ortiqcha vazn yo'q edi. Bor edi. Bormidi? Mani bo'yim pastroq-ku, ozgina semirsam ham bu shishib qolaman-da. Shunaqa bo'luvmidi? Biz o'tkazib yubordikmi? Ko'rmay qoldik. O'sha ko'rsatuv oxiriga kelganimda baribir sal Vazn bor edi. izlarimda anaqa bor edi. To'lalik. Yoqmadi To'lalik o'zizga bor edi. demaga. Yo, endi bo'yim past bo'lgani uchun baribir Mos bo'laydi deysiz. ha, o'zimga mos bo'lay. Bo'yingiz past Hali bo'ldi. yoshman-ku. Qancha tashladingiz shunda? 7 kilo. 3 kilo. 7 kilo. Yaxshi natija. Yaxshigina Qarang, sezilgan dinlar ekan, qarang. 10,000 qadam yoki 15,000 qadam yuraman har kuni. Har kuni. To'ydan kelsam ham yoki ko'rsatuvmi, tadbirmi farqi yo'q. 10,000 qadammi, 10,000 qadam. 10 ming, 15 ming qadam qayerda kechyapti? Muxlislar bilib olishsin endi. Sizni qayerlardan Uy topishsiz? atrofida ko'rib qolishadi. Ko'rib qolishadi yoki men bunday qilib Kepka kiyib kepka olasiz. kiyib olaman yo biz makiyaj chiqsam ham hozir oldinlari biz makiyaj tanishmasdi meni. Uydagilarim ham tanimasdi. Allohga shukr biz makiyaj chiqqanimda ham Uyga kirsa, "Siz "Begona." bormisiz, a?" deb Tanib qolishadi. qolishadi. Bu yoqda Yo, singlisiman deyman. qaysi qo'shig'ingizni ko'p so'rashadi? Uchrashmadik. Uchrashmadik. Nimagadir uchrashmadigini ko'p so'rashadi. Qora tunni ham yaqinda Qashqadaryoga xizmatga borgandik. Aynan Qora tun qo'shig'ini rosa so'rashdi. O'sha Bonu bilan adashtiryaptiman deb o'ylaysiz-ku baribir, chunki afsonaviy Bonu ijro etgan qo'shig'i bu. Yo, klipida Yigitali o'ynagan bor-u, o'sha qo'shig'ingiz Qora tun. Shuni bitta ijro etib bering, chunki u to'ylarda ijro etilmaydi. Umrimda birinchi marta to'yda Qora tunni ijro etdim-da. Shu qo'shiq orqali sizni juda ham yaxshi tanishadi-da. Tanishar ekan, Qora tunni bilishar ekan. Men o'sha Bonu bilan ko'p adashtirishadi deb o'ylasam, baribir xalqimiz farqiga borar ekan. Albatta. O'sha narsadan xursandman. O'sha qo'shiqni aytaylik, biz ham bilamiz so'zlarini qani. Eshitadi. Sizdamish qilib? Sizdami? Qora tunni Bir shengilab kuylab berasan. gullar bargi shivirlasa, sening ovozingmi deyman. Yoqan yomg'ir tomchilasa, bosgan qadamingmi deyman. Ho, bosgan qadamingmi deyman. Ertalabda Musiqasi juda ham mashhur. Tun o'xshar. qora tun o'xshar ko'zingga, zorman har aytgan so'zingga. Qaytgin jonim qayt izingga, hech kim o'xshamas o'zingga. O'sha mashhur Qora tun. Baribir hamma yaxshi ko'radi bu qo'shiqni. Bonu ayriliq haqida qo'shiq aytsalar ham, lekin ijtimoiy tarmoqlarni kuzatsangiz, muhabbatli gullar qarshisida men baxtliman, hamma qiz orzulariga yetishga haqli, hammaning orzulari ushalsin degan postlar qo'yadilar. Va
chopdim degan. Ketidan keyin chopdim degan qo'shiqlar ham chiqdi. Aytib qo'yaveradilar. Ha, bor dardlarini oshkor qilib. Mana u yangi qo'shiq premyera qildik. To'xtang, gapi Oldin bo'lmang, guldan birinchi boshlang. Guldan boshlang. Unga o'tamiz hali. Gul keyin keldida. Yo'q, bo'pti. Chopib yubormasin. Ulang, hop. Sarkazm, ya'ni hazil tariqasida ijro etilgan. Ko'pchilik u narsani tushunmadi. Yo, Bonu yomon ekan, chopib yuborar ekan deb. Hazil tariqasida, lekin qizlarga maslahat beraman, sizlarni xafa qilishsa chopinglar. Yomon Yaxshi emassiz. Faqat yigitlarga yomon qarayapsiz. Suhbat tugadi. Yigitlarning dushmani bo'lib qoldim, qarang. Nimaga? Qanaqada izohlar qoldirildimi? Qanaqa noto'g'ri tushunishdi? Ko'pchilik, bu qiz yomon ekan, bu chopib yuborar ekan bu. Ha. Bu hazil tariqasida ijro etilgan. Endi hazilni tagida ham haqiqati bor. Hop, gul nima bo'ldi? Gul qanaqa keldi? chopib yubormang, iltimos deb. Aytib bering, to'liq aytib bering. Yo, premyeraga tabriklab jo'natishgan Gulni. Kim? 1100 qanchadir. Mingdan deyaptilar? oshiq Kim? atirgullar. Mr. X'dan. Mr. X, noma'lum kimsadan. Mr. X. Noma'lum. Demak, siz qanchadan beri rad qilyapsiz? U sizga gullar jo'natadi, siz Yo, chop rad qilmaganman. qilmaganmisiz? Rad qilmaganman. Endi shunaqa gullar keladi-yu, qanaqa qilib rad qilsa bo'ladi? Keyin bu qo'shiq ijro qilindi, keyin yana u meni chopadi-yu deb yana gul jo'natdi. Yo, bu qo'shiqdan keyin kelibdi-yu bu gullar. Yo'q, qo'shiqdan keyin keldi, shu chopib yubormasin. Shu ma'noda. Oldin Shunaqa olgan. qilmasin, oldinni olgan holatda. Gullar keldi. Rahmat. Hamisha gullarning ichida bo'ling. Lekin Bonu, ijodingizni kuzatadigan bo'lsak, negadir o'zingizga menimcha shunaqa sokin qo'shiqlar yoqadi shekilli. Biroz shu qo'shiqlarga ko'p ixtiyor berasiz. Sho'x qo'shiqlardan ko'ra o'sha mahzun yoki o'sha ayriliq, sevgi, shunaqa taronalar bor. O'zingizga yoqadi bu mavzu demak. So'zlari chiroyli bo'lsa agar, qaytib o'zi men bu sokin qo'shiq qilmayman deb o'zimga o'zim 2026-yilda va'da berdim. Endi faqat sho'x qo'shiq qilaman deb yana yaqinda yo'ldan urishdi-da. Demak, qalb shunaqa his qilyapti. Odam emasman, yoningga qaytsam degan qo'shiq. Yana kechagina yozdirdik. Xudo xohlasa 3-4 kunlarda premyera qilamiz uni ham. Bilmasam endi qizlarning yuragi shunaqa azoblansa kerak-da. Odam emasman, yoningga qaytsa qattiq so'zlarga. Qo'rqinchli mavzular. Mayli. Xafa qilishmasin-da. Bitta savol beraman-da. Yigitali Mamajonov o'sha klipingizda chiqqan, o'zingiz xohlagansiz, mana shu ijro qilsin deb. Endi Shohrux Hamdamov uni ham yo'q, Shohrux ijro qilsin dedilar, dedingiz. Yigitali bilan urushib qolganmiz-da. Qachon urushdingiz? Men eshitmagan ekanman. Yo'q, hazillashdim. Bilmasam, birinchi sevgimi qo'shig'ida birga partnyor tushdik. Juda ko'pchilik mos tushdingizlar. U ham Sariqchadan kelgan, men ham Sariqchadan kelgan. Shohrux Hamdamov to'g'risida aytyapsiz. Bir-birimizga tushdik-da, partnyor tariqasida bir-birimizga tushdik. Lekin niyatim bor yana Yigitalini klipga olish. Klipga olish. Gul to'lmadimi Shohruxdan? Yo, to'ldi. Ikkalasini ham o'ynadaman. Ikkalasini o'ynataman. Aylantirib o'ynataman. Albatta. Lekin rosa qaysari Shohruxa? Yo'q. Qanaqa ekan? Yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi ishlandimi? Yaxshi. Tushundik. Yaxshi. Muhimi qo'shiq ko'ngillarga yetib borsin. Ijodkor endi har doim ham o'zi o'ylagan narsasini o'sha to'la-to'kis balki tomoshabinlarga yetkazib bera olmas. Mana siz aytgandek ko'p negativlar bo'ldi. Ko'pchilik noto'g'ri tushundi. Ayniqsa yigitlar ashaddiy dushman bo'lib qolishdi dedingiz. Balki buni nima deydi? Buni bosadigan boshqa bir qo'shiqlarni chiqararsiz. Xudo xohlasa, Oqlaydiganmi? ketma-ket 3 ta premyeramiz bor. Hozirchi, Oqlaydigan. hozir qaysi qo'shiqni eshitamiz? Chopdimmi? Hozircha chopdim. Lekin biz boshqa qo'shiqlar haqida shuncha gapirgan taqdirimizda ham u chopdimni tanladi. Mayli, chopib yormasinlar, eshitamiz. Yo'q, kayfiyat beradi, to'g'ri. Albatta. Albatta, bu yerda shunaqasi kerak. Maqsad shu, kayfiyat ulashish. O'ynaylar. Marhamat. Marhamat. Bonu kuylaydi. Chopdim. Sevgilim seni men chopdim, boshqasini topdim. Endi sen yor qol yana
Sevgilim seni men chopdim, boshqasini topdim. Endi sen yor qol yana yana, gunohni mendan axtarma, endi hech urinma. Bo'ldi ortimdan sen yolvorma. Sevgilim seni men chopdim, boshqasini topdim. Endi sen yor qol yana yana, gunohni mendan axtarma, endi hech urinma. Bo'ldi ortimdan sen yolvorma. Qo'yinda izlama, kerakmas urinma. Qarshimdan sen chiqma, qiynading dilim. Naqadar sevsang ham, dardimni olsang ham, qarshimdan chiqsang ham endi qaytmayman. Qo'yinda izlama, kerakmas urinma. Qarshimdan sen chiqma, qiynading dilim. Naqadar sevsang ham, dardimni olsang ham, qarshimdan chiqsang ham endi qaytmayman. Rahmat. Rostdan ham kayfiyatli tarona ekan. Ani endi tushundik. Choptirgan bolani o'ynab yurishadi. Mani chopdilar, men o'ynab yuraman. O'zi ayollar shunaqada, bir pasda arazlaydi, bir pasda yana shirin so'zlarni aytishni boshlaydi. Bu ham o'shalarning biri deb qabul qilamiz. Hazil, kayfiyatli tarona uchun sizga rahmat aytamiz. Xush kelibsiz. Biz esa sahifaga navbat beramiz. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Premyeralar bilan kelib turing. Bizda sahifa. Azizlar, omon dasturi davom etadi. Bizni tomosha qilayotganlar orasida bolajonlar, kichkintoylar juda ham ko'p. Ular mana shu o'quv yilini tugatishdi, ta'tiliga yo'l olishdi. Voy, Bolajonlarimiz voy, voy. maza qilib hozir xohlasa kompyuter o'ynayapti, xohlasa kitob o'qiyapti, xohlasa Endi bu ko'chaga yog'iga chiqyapti, cho'milishlar. yog'iga cho'milishlar. Faqat ehtiyot bo'lishingizni tavsiya qilamiz. Oldinda yoz, lekin yoz o'tsin soz. Ota-onalarga endi biroz ko'z quloq bo'lishga, farzandlar uchun biroz xavotir olishga vaziyatlar ko'p bo'ladigan bo'ldi, lekin nima bo'lganda ham farzandlarimiz bilan o'tadigan lahzalar ham eng yaxshi, eng go'zal, chunki bir pasda katta bo'lib qolishadi. Hozirgi kichkintoyliklardan mazza qilib, to'yib, yayrab, kulib, o'ynab quvnash kerak. Va biz ham kichkintoylarni o'yin kulgusidan bahramand bo'lmoqchimiz. Ular esa erta tongdan omon-omon sahnasidan o'z o'rinlarini egallash arafasida biz esa Asal. ularga navbat beramiz. Demak, Muhabbat bolalar ansambli. Marhamat. Marhamat kichkintoylar.
bir-biridan shirin, shakar. toylar. Shuni uppoging keladi. Sizlardan Sizlardan chimchalab Ular juda ham qobiliyatli. Ham berish kerak. Qoyil. Shunaqa. Albatta davramizni ham shunaqa fayzga, shunaqa go'zal ijrolarga to'ldirish maqsadida juda ham qobiliyatli inson kelganlar. Do'stlar sulolasining munosib davomchilaridan biri juda ko'p ko'rik tanlovlarda g'oliblikni qo'lga kiritgan, o'zini ovoziga, o'z yo'liga ega bo'lgan Abror Do'stovni omon-omon sahnasiga chorlaymiz. Marhamat. Abror keling. Telbaman ishon so'zlarim rost hali yaxshi bilmaysan meni gulim meni sochlaringga os telbalarcha sevaman seni men telbaman ishon so'zlarim rost hali yaxshi bilmaysan meni gulim meni sochlaringga telbalarcha sevaman seni sen osmonsan oy misol gulum o'ylanaman yetarmi qo'lim o'ylab o'ylab og'ritar dilim telbalarcha sevaman seni men telbaman ishon so'zlarim rost hali yaxshi bilmaysan meni gulim meni sochlaringga telbalarcha sevaman seni Sevolmayman sendan boshqasin sensan axir sevganim meni jonim desam joning chiqmasin telbalarcha sevaman seni sevolmayman sendan boshqasin sen axir sevganim meni jonim desam joning chiqmasin telbalarcha sevaman seni men telbaman ishon so'zlarim rost hali yaxshi bilmaysan meni gulim meni sochlaringga os telbalarcha sevaman seni O'tirsan bo'ling. Keling, assalomu alaykum. Assalomu Ajoyib alaykum. taom. Abror, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar Keling, yaxshimi? marhamat. Qani keling marhamat. Kepsiz, katta rahmat. Ayyomlar Juda ham go'zal muborak ijro bo'lsin. bo'ldi. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Sog' salomatmisiz? Bilib bu qo'shiqni ijro qilibsiz. Bugun Umidaxon turmush o'rtoqlarini ozgina xafa qilganlar shekilli darhol videolarga olib sevaman seni. Marhamat.
sochimga osilmaysiz, xotirjam bo'ling degandek yuborildi. Albatta bor mehrimiz, muhabbatimiz o'sha yorimizga yonimizda butun umr birga bo'lguvchi, ikkala hayotda ham bizga ko'makdosh bo'luvchi, ba'zan o'sha xarxashalarimizni ko'taruvchi, ba'zan injiqliklarimizga sabr qiluvchi, yo'q joydan janjal topishlarni ko'taruvchi. to'ppa-to'g'ri sog' bo'lsin. Yorijonlarga atalgan bu, to'g'rimi? Shunaqa. Abror Qani yoki choydan oling. bo'lajak kelinga atalganmi yoki? Balki. Balki. Biz mana shu taronani klipiga to'xtalmoqchimiz. To'g'risi, shaxsan men Abrordan kutmagandim. Ya'ni rol ijro etishni. Ya'ni to'g'ri, men Abrorni yaxshi xonanda sifatida yaxshi bilaman, lekin aynan bu taronaga klip olinsa, menimcha aktyor yollansa kerak degan tasavvurda edim-da. Lekin bosh rollardan birini siz va Javohir Zokirov ijro etdilar. Shunaqa. Qanday bu qarorga kelindi, Abror? Bu klipni olishimizdan oldin bu tayyorgarlik juda katta bo'ldi. 1 oy. Keyin o'zimizda Mirzoq degan akamiz bor. Jamoamizdan kelishib klipni o'zimiz harakat qildik. Keyin u aka aktyorlikka o'zing o'ynab qo'yaverdilar. Ulardan chiqdi demak bu taklif. Birinchi reaksiya qanaqa bo'ldi sizda? Birinchi men o'zim akam o'ynayman, aktyor gaplashaveraylik dedim. Keyin yo'q, ko'ndirdilar chiqib. O'ynadik. Xudoga shukr, xalqqa ozmi ko'p. Qiynalmadingizmi? Qiyin emas ekan aktyor bo'lish? Qiyin ekan. O'ziga yarasha mas'uliyati bor. Undan ko'ra ashula aytib qo'ygan yaxshiroq. Ha, mana shu osonroq. Natijadan-chi, ya'ni tayyor mahsulot berildi, o'zingizni ijroyingiz kadrda siz voqeada ko'ryapsiz o'zingizni. Qanaqa qabul qildingiz? O'zingizdan kamchiliklar topdingizmi? Ha, endi men o'zimdan har doim kamchilik topaman. U endi qolganini xalq baho beradi. Endi men bir narsa deyolmayman qolgan. Klip haqida gap Yomon ketdi. emas. Yomon emasmi? Men ko'rdim. Aktrisa ham to'g'ri tanlangan. Juda chiroyli aktrisa. O'ylariga to'g'ri kelibdimi chiqib aktrisa? Bo'ylariga to'g'ri kelmaydi-yu unchalik, lekin chiroyli, go'zal aktrisa tanlangan. Abrorning bo'ylari baland. Uncha qiz to'g'ri kelmaydi. Klip haqida gap ketdi. Yigitga yo'qchilik kelganda degan qo'shig'ingiz bor. Bu YouTube tarmog'ida salkam 100 million ko'ruvchilar soniga ega. 100 million marotaba, 94 million marotaba ko'rilgan ekan. Bu qo'shiq sizga qanaqa natija berdi? Ham moddiy taraflama, ham daraja taraflama. Ha. Qanaqa nimalar olib kelib berdi? Bu endi biza endi bunchalik katta narsa men bu o'sha qo'shiqdan kutmaganman. Men o'zim so'zlar yoqmagan uchun ijro qildim. Lekin mavzu dolzarb. Xalqimizga ma'zur keldi. Endi bizaga yaxshi natija olib keldi. Masalan, qani bir ozgina aytingchi, qani to'ylar ko'paydi. To'ylaringiz ko'paydimi demoqchi. Mashina almashtirdingizmi? Uydagilarga nimadir sovg'a qildingizmi? To'ylar ham ko'paydi, mashina ham almashtirdik, hammasini qildik. Hammasi bo'ldi. Bitta qo'shiqlar. Yaxshi. Albatta. Qo'shiqlar ko'p bo'lsin. Albatta, Telbamandan oldin yor dedim qo'shig'i uchun ham yaxshigina mehnat qilindi. Ha, yor dedim. Ijodkorlar milliy liboslarda, o'sha milliy ko'chalar, aynan shunaqa manzillar tanlandi. Buning uchun g'oya kimdan taklif etildi? O'zingiz xohladingizmi shunaqa bo'lishini? Uni ham g'oyasi o'zi Mirzoq degan akamiz. Endi u kishi ko'proq rejissyor tomonlama u kishi qarab beradilar biz ishimizga. Shu o'sha Mirzoq akamiz tomonidan qilingan g'oya. Uni asosan biz Instagram shu uchun olingan video rolik. Milliy choponlarda chiqdingiz, juda ham chiroyli, juda ham yarashdi. Boshlariga do'ppisini qo'ndirgan haqiqiy o'sha ovoziga ega bo'lgan ijodkorlardan birisiz. Ilohim ustozlarning yo'lini bersin. Shu milliy liboslarimiz baribir yarashadi-da. Shunaqa. Unaqa ham niyat bormi? Aynan shunaqa davom etish ham milliy uslublar. O'zi meni o'z yo'nalishim asosan shu milliy yo'lda. Endi shuni davom ettiramiz albatta. Choponlarda, Xudo xolasa. sahnalarda ham. Yana bitta ma'lumot eshitib qoldik. Abrorni kimdir kiydirib ketdi. Aldandingizmi yaqin orada? Aldandik. Endi hayotga o'ptir ekanman. Demak, bor gap ekanda bu. Bor gap. Nima bo'ldi o'zi? Nima kiydirib? Uni aytmayman. O'zim shaxsiy hayotimga. U haqida aytmoqchi emassiz. Tinchlikmi asosiysi? Tinchlik. O'tib ketadigan holat. Lekin shunaqa vaziyatlar insonni ulg'aytiradi. Shunaqa. Hushyor bo'lishga, puxta bo'lishga, pishiq bo'lishga undaydi. Keyingi Nimalarga boqib o'rgatdi sizni? Hammaga ishonib ketavermaslikka. O'ylab ish qilishga, aql ishlatishga, ko'p narsaga o'rgatdi. Demak, qarorlarda hushyor bo'lish kerak ekan-a? Shunaqa.
Ancha katta bo'pti Abror. Sezilyapti. Ulg'ayibdi. Lekin o'sha samimiy Abror baribir teran fikrlab, joy-joyida gapiryapti, sezilyapti katta bo'lgan. Anchaga tushirishibdi dedi. Albatta. Endi familiya mas'uliyati haqida gaplashsak, do'stlar va ijodni yaxshi ko'radigan, Mehri bo'lakchi bo'lgan insonlarni va o'zbek san'atini chin ma'noda qadrlaydigan oilada katta bo'lgansizda. Uni mas'uliyati qanaqa bo'ladi? Uni baribir o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Yaxshi taraflari ham bor, mas'uliyatli taraflari ham bor. Endi bizlar savolamizni boshi endi aslida amakim bo'lsa, men san'atga kirib kelishimga amakimga havas qilib, mana shu odamday qo'shiqchi bo'laydi, amakimga havas qilib kirib kelganman. Keyin shu asta-asta mana davom ettiryapmiz qo'ldan kelgancha. Nima maslahatlar beradilar sizga? Ko'p qo'shiq aytsam ham o'sha kamchiliklarimni aytadilar. Hayot yo'liga ham, san'at yo'liga ham ko'p maslahat berdi. Amakini farzandlari bilan ham ijodiy maslahatlar qilib turasizlarmi? Amakivachchalar bilan. Zoda bilan Sunnatilla mana bastakor. Yo'qchilagan qo'shig'imni o'sha Sunnatilla akam Sunnatilla yozganlarmi? Albatta, qarindoshlik o'sha munosabatlari ham ijodda mana yaxshigina yaxshi. o'zini Sizda ham bo'lib qolishi mumkinmi mana shu Alyonishkaga o'xshaydigan Nastyami bir yoki bo'lmasa Aliyami, Marinami shunaqani keskin burilishdagi qo'shiq. Sunnatilla hech taklif qilganmi sizga bunaqa o'zi qo'shiqlarni? Taklif qilmagan. Chunki Sunnatillaning o'zida ham unaqa niyat bo'lmaganda, Umidaxon. Yo'q endi. Birdaniga bo'lib qoldi shuni. O'sha bo'lib qolgandan keyin balki taklif bo'lishi ham mumkin edi. Endi bilmadim. Bo'lmasa kerak menga. Bo'lmaydi. Bu xonandani imkoniyatlarini, xohishlarini inobatga olib taklif bo'ladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, a? Bo'lmasa kerak. Zebo bo'lar, go'zal bo'lar, Gulnoza bo'lar. Umidadan bitta bo'lsa ham mumkin. Ular mumkin. Umidadan bo'lsa yaxshi bo'lib ketadi lekin. Rahmat sizga bos. Hayitlik. Ichingizdagi hayitlik bo'ldi. O'zi hayitni, bayramni yaxshi kutib oldingizmi? Oila a'zolari bilan bo'ldingizmi yoki bayram tadbirlarida qolib ketdingizmi? Yo'q, hayitda oila a'zolari bilan bo'ldik. Bayramlarda har qanaqasiga oila Oldin qo'shiqlarning hajmi katta bo'lardi. Shunaqa taronalar eshitardik-da. Keyingi paytlar hamma narsa tezlashib ketdi. Qisqa lo'nda 2,5-3 daqiqalik tarona. Sizga qaysi biri yoqadi? Qaysi biri yaxshiroq edi? Endi meni o'zi asosiy qo'shiqlarim o'zi ko'pi 5 minutdan ko'proq. Demak siz o'sha avvalgi uslubdasiz. Lekin hozir odamlar unaqa ko'p eshitishga sabri qolmayapti deb o'ylayman. Shuning uchun minut qisqarib ketyaptimi shunga? Qisqartiryapsizmi? Biz ham o'sha qo'shiqqa qarab endi qisqartirish. Hozir ijro etadigan qo'shiqingiz necha daqiqa? Bordir bu ham 4,5-5 daqiqa. 4,5 daqiqa. 4,5 emas. 5 dan ziyod. Mana shunaqa taronalardan bittasini eshitamiz. Biz bajonidil tinglaymiz bunaqa. Marhamat. Marhamat. Abror do'st kuylaydi. Eshitsang arziydi. Armonlarni o'ldirib, davralarni to'ldirib, kelgan do'stim o'ynaymiz. Andijonni polkasiga, Yevropani diskosiga o'ynab birga kuylaymiz. Andijonni polkasiga, Yevropani diskosiga o'ynab birga kuylaymiz. Armonlarni o'ldirib, davralarni to'ldirib, kelgan do'stim o'ynaymiz. Andijonni polkasiga, Yevropani diskosiga o'ynab birga kuylaymiz. Andijonni polkasiga, Yevropani diskosiga o'ynab birga kuylaymiz. Bilan yurmagin, bir chekkada turmagin, yuzda kulsin tabassum.
Quyosh nurin sochganda, qizil gullar ochganda, g'amlarini unutgin bir zum. Quyosh nurin sochganda, qizil gullar ochganda, g'amlarini unutgin bir zum. Armon bilan yurmagin, bir chekkada turmagin, yuzda kulsin tabassum. Quyosh nurin sochganda, qizil gullar ochganda, g'amlarini unutgin bir zum. Quyosh nurin sochganda, qizil gullar ochganda, g'amlarini unutgin bir zum. Vaqt ortiga qaytmaydi, bizga so'zini aytmaydi. Omonatdir omonat. Katta kichik yoshlari omon bo'lsin boshlari, yursin sog'u salomat. Katta kichik yoshlari omon bo'lsin boshlari, yursin sog'u salomat. Surib davronni qolmay dilda armon, dardu g'amlaring ketsin. Qo'limdagi tor bilan ham do'st ham yor bilan o'ynagangani yesin. Qo'limdagi tor bilan ham do'st ham yor bilan o'ynagangani yesin. Andijonni polkasiga, Yevropani diskosiga o'ynab birga kuylaymiz. Andijonni polkasiga, Yevropani diskosiga o'ynab birga kuylaymiz. O'ynab birga kuylaymiz. O'ynab birga kuylaymiz. Rahmat. Albatta, biroz avval bono aytgandilar. Har kuni 10 ming qadam yuryapman dedilar. Necha ming qadam yurdingiz? Mana hozir 15 ming qadam bo'ldi mana shu. Yana bir bor bayram barchamizga muborak bo'lsin. Umid qilamizki, bu zavqni, bu kayfiyatli damlarni teletomoshabinlarimiz ham his qilishdi va ular ham biz bilan birgalikda raqsga tushishdi. Niyatimiz har bir kuningiz, har bir tongingiz mana shunaqa bayramdek bo'lsin. Muhimi, ko'ngillarga bayram sig'adigan xotirjamlik, yurtimizni tinchlik hech qachon tark etmasin. Yana omon-omon tonglarda, omon-omon kunlarda, dushanba tongida ko'rishguncha omon bo'ling. Salomat bo'ling.